Chust tuman davlat xizmatlari markazi bosh mutaxassisi O'lmasbek Tursunovni taklif etganmiz. Assalomu alaykum O'lmas aka, xush ko'rdik sizni. Demak, ko'p vaqt ketkazmaymiz. Biz tayyorlangan savollarimiz bor. Hozirgi kunda eng ko'p berilayotgan savollarni biz yiqqanmiz va mana shu savollardan birini sizga taqdim etsak. Demak, bir yurtdoshimiz so'rayaptilar. Meni ikkita yonma-yon savdo do'konim bor. Hozirda rekonstruksiya qilib, ikkovini birlashtirmoqchiman. Kadastr hujjatlarini ham birlashtirsa bo'ladimi degan savolni yo'llashdi. Avvalambor savol uchun rahmat. Albatta bo'ladi. Buning uchun do'kon egasi, ya'ni mulk egasi ikkita do'konini kadastr raqamlarini yoki kadastr hujjatlarini olib, davlat xizmatlariga tashrif buyurgan holatda kadastr hujjatlarini birlashtirish masalasida murojaat etish mumkin. Albatta bu murojaat etish jarayonida fuqarodan hech qanday alohida hujjat talab qilinmaydi. O'sha do'konlarini kadastr raqamlarini berib, so'rovnoma to'ldiramiz. So'rovnoma to'ldirilgandan keyin vakolatli organ tuman shahar kadastr bo'limlariga so'rovnoma borib tushadi va 13 ish kunida ko'rib chiqib, davlatnoma shakllantirib, birlashtirish to'g'risida davlatnoma shakllantirib beriladi. Hop, ushbu davlat xizmatini ko'rsatishda bazaviy hisoblash miqdorini 1/1 miqdorda yig'im ham undiriladi. Hop, davlatnoma shakllangandan keyin do'kon egasi kadastr hujjatlarini qayta rasmiylashtirish uchun yana bir bor boshqa o'sha noturar obyektlarning kadastr hujjatlarini shakllantirish va davlat ro'yxatidan o'tkazish arzi turi bo'yicha qayta murojaat qiladi davlatnomani asos qilgan holatda. Shundan so'ng tuman shahar kadastr bo'limlari ikkita kadastr bo'yicha bitta yaxlit kadastr tayyorlab, umumiy yagona kadastr tayyorlab beradi va o'sha bo'yicha soliq hisobga qo'yiladi. Juda ham yaxshi. Demak, birlashtirsalar bo'ladi. Bo'ladi albatta. Yana bir yurtdoshimiz yo'llayaptilar. Avtotransport vositamni yoqilg'i turini metan gazga o'zgartirishim uchun ruxsatnoma olishim shartmi deyaptilar. Bu ham ayni fuqarolarimizni qiziqtiradigan savollardan bittasi. Albatta bo'ladi bunda ham. Transport vositasini yoqilg'i turini suyultirilgan gaz yoki siqilgan gaz, ya'ni metan yoki propanga o'zgartirayotganda fuqarolar, ya'ni transport egalari davlat xizmatlariga kelgan holatda yoki o'zlarining shaxsiy kabinetlari orqali avtomobil vositasiga metan gaz balon yoki suyultirilgan propan gaz balon va uni jihozlarini o'rnatish uchun so'rovnoma to'ldirib, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi boshidagi yo'l harakati xavfsizligi organiga so'rovnoma yuborish mumkin. Bunda ulardan nima talab qilinadi? Bunda avtotransportga egiligini tasdiqlovchi hujjat, ya'ni transport vositasining guvohnomasi, agar yangi sotib olingan transport vositasi bo'lsa, uni hisob ma'lumotnomasi bo'ladi. Shuni asos qilgan holatda va yana qo'shimcha ravishda ularga xizmat ko'rsatuvchi servis bor. Misol yuridik shaxs bo'ladi, tadbirkor bo'ladi ham. Ya'ni transport vositasiga gaz uskunalarini o'rnatib berayotgan yuridik shaxsni ma'lumotlarini beradi. Ya'ni stir raqami deyiladi, inana raqami. Shularni asos qilgan holatda so'rovnoma to'ldirilib, ariza yuboriladi. Arizasi yuborishda ulardan bazaviy hisoblash miqdorini 30% miqdorida yig'im undiriladi, to'lanadi va real vaqt rejimida ularga ruxsatnoma beriladi. Yana bu yerda savol tug'ilishi mumkin. Bu yerda u ruxsatnoma olgandan keyin ko'pchilik qiziqtiradi. Avtotransport vositasini guvohnomasini o'zgartirish ham talab etiladimi degan. Albatta talab etilmaydi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 286-sonli farmoniga asosan 2025-yil 1-noyabrdan boshlab avtotransport vositasiga o'rnatilgan gaz yoki o'sha metan yoki propan o'rnatilganligi to'g'risidagi ma'lumotlarni qayta etish bekor qilingan. Ya'ni ular hududiy qayta etish bo'limlariga borib, avtotransport vositasining guvohnomasini o'zgartirishi shart emas. Ya'ni haligi berilgan ruxsatnoma o'zi elektron qaydlarda aks etadi, ko'rinadi. Shunaqa. Yaxshi. Va so'nggi savolimiz, nomimga kredit olishga taqiq qo'yish qanday amalga oshiriladi?
deya so'ralmoqda. Bu davlat xizmatlariga boradimi yoki o'zini telefondan qilsa bo'ladimi? Buni To'laqonli bu holat ham ko'pchilikni qiziqtirayotgan holatlardan biri, chunki aksariyat holatlarda fuqarolar o'zini nomiga kiritib olinganini bilmay qolish holatlari uchrayapti. Shuning uchun bu holatda fuqarolar o'zini shaxsiy telefon orqali my.gov.uz hukumat portali orqali kirib ro'yxatdan o'tib kredit taqiqini faollashtirishlari mumkin. Agarda bizda ya'ni davlat xizmatlariga tashrif buyurgan holatda ham bu holatda rasmiylashtirsa bo'ladi. Bu xizmat uchun hech qanday to'lov undirilmaydi va real vaqt rejimida kredit taqiq qo'yish uchun qo'yib beriladi. Ya'ni uni yana bu taqiqni olishlari ham mumkin. O'sha xizmat turi orqali foydalanib, aynan taqiq qo'yish bilan olish bitta xizmat hisoblanadi. Rahmat deymiz. Endi yana bitta savol beraylik. Savol yetib kelibdi. Subsidiya haqida. Aynan subsidiyaga hujjat topshirsa bo'ladi va kimlarga subsidiyaga hujjat topshirsa bo'ladi? Bu haqida ham to'liq ma'lumot bersangiz deb. Chunki subsidiya ochildi. Kecha 16-mart kuni soat 2 dan boshlab arizalar qabul qilish boshlandi. Bunga barcha fuqarolar ariza topshirishlari mumkin. Asosan subsidiyani topshirgandan keyin baholash mezonlari bor. O'sha baholash mezonlariga mos tushirsa, o'sha fuqarolar qaysi tomondan mos tushadi? Avvalambor ish haqlari bazaviy hisoblash miqdorini 2,7 baravardan 8,2 baravargacha. Nomlarida, ya'ni arzichi va uni turmush o'rtog'ining nomlarida hech qanday mol-mulk, ya'ni yashash mol-mulk demaylik, yashash xonadoni. Yashash xonadoni, ya'ni uy joylari bo'lmasligi zarur. Qo'shimcha qo'llab-quvvatlovchi bandlar bor. Og'ir ijtimoiy holatga tushib qolgan ayollar bo'lsa, ularga qo'shimcha ball beriladi. Ya'ni eng minimal ball 30 balldan kam ball to'plamasa, ya'ni 30 balldan ko'p ball to'plasa, ular subsidiyaga berishga muvofiq deb topiladi. Demak, oxirgi muddat qachon subsidiyaning Subsidiyaning oxirgi muddati belgilanmagan. Dekabr oyigacha topshiriladi, lekin istisno tariqasida ko'rish mumkin. Hududlarga belgilangan limitlar, ariza beruvchilar soniga nisbatan ko'rib chiqilgan arizalar soniga nisbatan tugab qolsa, subsidiyaga ariza topshirish yakunlanib qolishi mumkin. Rahmat. Rahmat deymiz bugungi ma'lumotlar uchun, bugungi suhbat uchun. Albatta ishlaringizda biz omad tilab qolamiz. Xush ko'rdingiz sizni.